Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli qarindaşlar. Allah Taala həmmələrinki məşu qədəm təşrif qılğanlarga həsənat və savab yazsın. Bir alimimizni əsləş və şunun ruhidən ügünüş və imanımızı, əxlaqımızı şu arqılıq mükəmməlləşdiriş üçün şu yaxşı niyyət ilə kəlginlərə Allah Taala əcr versin. Əmdə əsli bu mövzunu Muhammed Qurban damallarımda oxuyan, damallarımı köygən ayında qarindaşlar sözlüsün ayet yaxşıdıca. Mən damallarımı anlığan, körəbim baxmağan. Körəbim baxıb oxub bəxşi indəməz, körəbim baxmağan. Əmdə bunu elə nime edeptin emri uluq degəndək əmdə Ömer Qaracım aldığım günü bana tapşırdı bunu da əmdə şunun isli təyərlik qıldı degəndikən şunun izinib material körəb damallarının materialını körəb bana acıq payda oldu əmdə damallarım haqqında həqiqətən çoğunquru nəslərini oxub aldım şu fürsətlə əmdə bu iz qaldırış degən iz qaldırğan adam üzününki ikinci ömrünü yaratıp qap getdi. Allah Taala bizə bir ömür verdi. Hər qanday adam haqqı peyğəmbərgə bir ömür, adətdəki adamın bir ömür. Lekin ikinci ömrünü üzü yarattı diken. İkinci ömrünü yaratqan diken xud başta peyğəmbərlər oğanğa oxşaş, Abdülqadir damallamdak, Sabit damallamdak, Buğra xandak, Məhməd Qaşqiridak, aşında üzünün ikinci ömrünü yaratıp qoyduken, kiyinki evlatları bunu dua qıb durduken. Bunundan katta netice utuq yok dünyada. Bunu milyon dolar xeyləb, bunu qılğıl olmaydı bu işini çamdı. Bu Allah'ın iradesi üzününki yaxşı niyeti bilen, tirişçallık bilen, üzünün əmgiki bilen, üzünün ikinci ömrünü yaratıp gitiyliken. Yani Muhammed Qurban damallarım dacımınki tarixini, siretini okusaq, ben okup etip ben üzem xicil oldum da, üzemden xicil oldum. Biz üzümüzden az dolu ehli ilmi, talib ilmi deyip yürümüz go. Ben üzemden ehli ilmi alim deyip bakmadım, azıcık andaq emesem de. Şundan olsun, talib ilmi deyip yürüvatımız ama biz nerede, ulu nerede? Yani şunçilik çok farkımız bakiyen ağlıqdı çağımda. Yani bunu kısa deyimiz hem de başka sözlerden qarindaşlarımın çıkışı mümkün, vaktini bekledim kılmayla. Damallarım şu 1932 yılında şu xotanda inqilab başlanğandan bir yıl kinmi ışqıb şu jarayonlarda tuğulu diken, halal bağ diye yer tuğulu diken. Küçük vaxtıda dadısı vafat olap ketken diken, anısı bilen akisi, üçeylenken bula. Akisi Abdullah Hacim bu damullamğa o seyponla kılıp pul tepip bunu okuşuğa yardımlışı diken. Anısı mı nadir? Yani anılar deyimiz ya bir kulda elki büyüşükünü bir kulda dünyanı tevirdi deyimiz ya anının akısı anı bağmışın oldu mu? Anısı aynı naat çidamçallık olan tirişip aynı kılıp okutup Japan'ın yüzü tasımı akısı bilen ikisi yardımlaşıp şunda okuyduken okup Xutende şu Tudu Mehmet Hacim da şunun da okup şahada okuğanlıkın bunun zireklikini şu her kanda bilinmeninki buluşu küçüküdü məlum deyendek nait zirek ve akıllık ve ihlasmen tirişcan bir talip oğanlıkın bu çoğun bu çoğun adam buldu o katta adam buldu da bunun resmi nezar saltken şuna bunu qat'i zakat yüzmeydiken biri qat'i zakat yemegen adamken bu zakat mı kiyin mi zakat yemettiken bu kanda qıptiken dese şu çağda ustazı bunu alahidi köngül bölüp bu katta bir adam buldu da alahidi bir kolluk bunu terbiyeletken. Terbiyeleş jarayonida bu taqib qilib turutgan buni. Mesela medresege şu çağda kişiler mındaqılığı zakatlarını, yardımlarını akib biritgan, anda kambag'al talibliği biritgan, bazı ustazlığı biritgan şu çağda. Lekin Mat Qurban damallamğa onu dadısı yok, yetim bolsun onu yigizmeydi ekan. Demek endi bu oşunday narsalarga bak diqqat qilib, eg'izing bak pokiza bolsa, onunki qilgan da'vatingning foydasi, ilmingning manfaati ashunday bo'ladi ekan. Nurg'un narsalarni biz mushlarning siratidan o'rganimiz ekan endi. O Xutandagi o'qishni o'qib bo'lgandan keyin 50 yılı bu Qashqarga evet etken, ustazı evet etken, Qashqar alayda xat yazıp evet etken. Bu nəhayət mühim bala bu. Yaxşı oxutub birin deb evet etken. Qashqarga evet yani Qashqarda taliblarning arasında nəhayət bak jangi var ekan da damallam degan gapni Qashqarda epdi bu unvonni, taliblar tarafdan epdi. Qanday epdisi asli Qashqarda o'qigan odamni burunda xalpitim deymiz. Buxarada o'qiganni damallam deymiz. Hindistonda o'qiganni Mevlevi deymiz. Bu Qashqarda o'qib xalpitimmi deyotgan ba'zi ammo to'liq damallam degan unvonni qanday anda bo'ldi desa, ustozning mukammal darsga kirishdan burun taliblarning darsini ko'rib birga yordam qilgan ularga. Shunchalik tirishchanda shu chaqda taliblar va ustozi bunga damallam degan
unvanını beripken. 58 yıl, 8 yıl okup Qashqarda 58 yıl qaytib ketken, qaytib ketgan çağda şu Emin Mevlevi, Qashqardagi Emin Mevlevi şunda bir guvohlik berganki, Xotandan nati jiq kishilar kelib ahli ilmi bo'lib katta jiq o'qidi, ammo 3 kishi bor buning ichida alohida yaxshi o'qidi deydi. U 3 kishining biri mushu Muhammad Qurban Damollam, ikkinchisi Abdullah Ro'zi Damollam, üçüncüsü Keriyadın Muhammed Emin Xalpitim Buran. O kişini ben kögen, Keriyada o kişini kögen. Şu 3 kişi alaydı şunda okudu dep itaqlılken. Şu 58 yıl kelgenden keyin medresel taqalgan, nayta hemme iş ta'tilga ketgan, kommunistlar tam aşı yüzünün vahşi yüzünü köstüp atkan şu vaqtlar o'tlikilik. Şu çağda uzun qamay bu Damollamni qo'lga oldi ekan. Şunu olan şu turmudimi yana turmuda bir tarafdan til ügünüş, bir tarafdan şu kesip ügünüş, bu kuruluşçılıkını şahit ügünüp, resmi okup ügünüp dendi. Sizi şeylik, haridi, sizi aynı işini ügünüptü. Şu turmuda hayatını dağıtıp şahit işlepti. Hem de 65 yıl ile 66 yıl arasında turmadan müddeti tuşuştum burun koyup bir dayılık. Jak hizmet kılgalığı, hizmet göstergelik, tirişçanlık şurada sebeplerini bulup dendi. Bağanlığı şunu olan 79 yıldan başlap şu davetini başlayıp etken gependi. 80 yıldan başlap şu Nurluk Mescidini selişini planlap şununla tirişi diken bir şu burun kooperasyonu taşınıp katkan bir ya ahlak dövülük bir yaken yani özünün yeniden 2000 koy pul çıkarıp setip aldı iken onu. Endi cemaatlarımı yığıp nima qilgan hammadan kambag'allardan jiq pul chiqmaydi o chaqda 2000 koy degan 85 yil jami putdi ekan 80 yil nima qildi. Şu chaqda 2000 koy degan ajab cho'ng pul. Masalan men Keriyada kichik vaqtimda dadamning, buvamning bir uyi vardı, 3 egizlik uyi vardı. Dadam şu chaqda 84-yilmiki aşı bir 3 egizlik uyni 2000 koyga satkan. Şunu qaraganda 2000 koyga bir uy kiltgan pul endi. Damollarning şu pulni o'zi chiqarib, machitni saldi ekan. Uningki mechitga ho'ylini, o'zining ho'ylisidan yana bir kengaytgan mechitga yaqin ekan qo'y uy endi men ko'rib boqmagan. Mushundaq bir tirishchanlik bilan shu da'vatini boshlab o'tganda endi 85 yil kelganda bu da'vat haqiqiy shu mevasini bergil turgan. Onundan keyin o'zininki şu turmuda ügengen şu binakarchilik ishiga turmadan chiqqandan keyin hemen şu ishni qilib Xotan viloyatlik qurilish idorasida hayotning oxiri qadar ashada ishlab turdi bu kishi. Shundan keyin endi buniki yana bir bizni hayron qoldiradigan har qanday odamni bir xijil qildirib o'tgan bir narsamdi. Bu kishi yetim turib hech qanday zakot yemay o'qibdi. O'qib bu o'zi bir tarafdan dinga xizmat qilish, bir tarafdan qurilishda ishlabdi. Qurilishda ishlash bilan birga xarita sizgan bu ayrim ish ekan. Bu xarita qurilishdan olgan maoshini oilasiga ishlatgan, xarita sizib topgan tafovati xili obdan kirgan uning qurilish sizibgan. Uningdan shu butun shu Xotandagi hatto Xotanning viloyat noillargacha aşundaq balı o'qitgan ahli ilmlarga maosh berganda bu kishi. Bu o'zi bir davlatgan bu. Yani o'zi maosh o'tgan, maoshni konvertning ichiga silib ko'rsatmay birgan inson dastlabda odamning ahvolini qilib, ma ahli ilminingki balları qiyinchilik jiq bo'lsa, uniga jiqroq, ba'zining azroq bo'lsa, uniga azroq berib, an ahli ilmi buni yaxshilab bo'lgan ekan, bir kunlardan keyin, bir qancha oylardan keyin turmush yaxshilab qoldi. Damollarga men turmushim yaxshilab qoldi. Hozir menga ba'misi degan boshqasi qilgan. Ashunda qilib, uzun vaqt 10 yildan ortiq vaqt maosh taqitib, ashuna qilg'ildi hamda o. Mujdatdir. Endi buningda Damollarımınki yana biri mavu vaqtga rioya qilish masalasida hamda biz hammaylar xijil bo'lib ketamiz hamda bu. Biz vaqtga shunda rioya qilgan, vaqtni ching tutgan odam deb o'zimiz juda o'ylaymiz. Biz nol endi uni oldicha. Qanday ekan desa kunda muntazam 4 dars bo'ldi ekan. Muntazam Bamdodning oldida 2 dars, soat 3 da o'qib ekan. Bamdodning oldida 2 dars, Bamdoddan keyin 1 dars, undan keyin ishiga ketib, o'zining qurilish ishiga ketgan, kelib asrdan keyin kelib namoz shamgacha tayyorlik qilgan, darslik uchun tayyorlik qilgan. Namoz shamdan keyin 1 dars xutdanni o'qib olib yotadi ekan. Ma'o hisiltimi mana shu ishining barakatlik bo'lishining birinchi omili. Oqshimi yuruqdan yetib, atdigan sad qo'pab qildigan ish degan. Masalan, bir olimninki o'tgan Muhammad Ratib Nablisi deydi, bir olim atdigan
vaqti soat 4dan 6gacha bo'lgan vaqtida 2 soatligini ishlatib 8 yilning ichida 22 tomlik bir kitob yozdi deydi odamlar. Boshqa hech qanday ishiga nima daxli yetkazmay hukumatning ishda ishlayotgan, bor etgan ketgan, atdiganlik 2 soat vaqtida, atdiganlik 2 soat vaqt bir kunlik vaqtga tankildi amaliyotida damollajim shu ishni bilgan gap. Soat 3da o'qib ekan, shunda kunda 4 darsni muntazam bir ekan, u darsga 50-60 odam qatnashgan. Baş atdiganda, uningga boshqa darslar bor ekan, normal boshqa darsga 200 ga 300 ga yaqin odam qatnashgan. Uningdan keyin bizning Sharqiy Turkiston tarixida, bular bu Xutan tarixida xutbani o'zimizning ana tilida o'qishni yo'lga qo'ygan odamda, o'zimizning ana tilida o'qib tushunishli qilib, aynan hozir O'rta Osiyoda arabcha o'qiydi bu xutbani. Hech kim tushunmaydi uni, shu arabcha o'qiydi, hech kim tushunmaydi, o'tirdi shuni olanda. Uni Uyg'urcha qilgan. Uningdan keyin tafsir ilmini ham tafsirni bucaq onun aldıda şu yıllarda hatta bir kim Kur'an-ı Kerim'nin tefsirini sözlese yoki tercümesini sözlese bu eyiplaydı ekan. Nimaga? Bu üzgüçlük olmada, kuch yetmaydi onunga, anda aytgan gap ekan. Bu men 5-imda o'tgan. Qadamsa mening Keriyaning Aral degan yerda men Imin Ajim degan ustozim juma kunlikda bizga shu qissa so'zlab beradi. Darsdagi qissa so'zlab beradi. Bir kun cho'ng taliblar turib, men o'chaq kichik talibdim, biz gapni qilolmay turgan. Cho'ng taliblardan birisi, ustoz, sizlar har juma kun Qur'on Kerimni bizga tafsir qilib berasiz bo'lmamdi desa, "Voy men qanday qila olayman? Qur'on nada, men nada" deb aytadi. Men buni eng katta olim deb shuning qishda o'qig'ili men shahardan yeziga bordim. Shuna desam, shuna degan. Men bu hayran qoldim. Mushu olim endi Qur'onni nima qilmasa men qada qilaman deb 5-qatida shu Xudoy menga chet elga chiqishga yo'l berdi. Nima qildim? Shu chaqda men Qur'onning ma'nosini o'rganishning muhimligi shu chaqda kallamga kirgandi. Nimishqa bu odamlar shunday kamtarlik qildi. Kamtarlikdan shunday qilgan, bir tarafdan ham xalqni qabul qilmayotgan. Shunda bir durumga. Endi biz butun umri insonlarning fiqhi, buni deyotgan, hadis bilan Qur'onga kelgan chaqda chishib atmaydi deb qilmaydi ekan. Kishilarning ag'amdan qo'rqqanda ularni jur'at qilmaydi. Ama Muhammed Kurban Damollar resmi cüret kılıp 30 bar Kur'an-ı Kerim'de Uygur tili, üzünün naati, şiirin tili ve bek edebiken tili. Tülgen Abdurrazak Qaracım koyaptıken mi tınşap çıktı bunu. Tili şunca şiirin, şunca edebi, şunca düşünüşlük. 80. yıllardan başlayıp Kur'an-ı Kerim'nin tercümesi bizden Şarkı Türkistan tarihinde şu her gün namaz bandattığın okup Kur'an-ı Kerim'nin tefsir kılıqlığında. Onundan keyin her cuma'dagi xutbani Uyg'urcha ashuna qiliqliq. Onundan keyin bu hikmat mudag'aligi da'vat qilish usulini natibak isilcha bir kichik bir qissa bor ekan. Gilam o'g'risi qissacha. Bular mechitni seplab, mechitning tomlari va o'choqdan ham qishliq bo'lgan ekan. Bir odam oq tarafdan teshib mechitni, gilamlarni achitibdi. Gilamlarni o'g'ra ketibdi. O'g'ra ketgandan keyin shu mahalladagi Musrojim degan odam bir odam bunda bozorda ketib pasa, o adam o'g'ri bizning bir gilamli vardı, agar olsangiz men sizga ko'rsatsam bo'ldi debdi. Degandan keyin bizga kerakdi debdi. Berib uyga berib ko'rabdi. Ko'rab, "Amiz akib bergan" dedigan eshik arvosga berib akibdi. Meshning tashqi akibdi. Meshning tashqi akagan jamoatni hammani chaqirib rasa uribdi uni, o'g'ri. Urib tursa, o Muhammad Qurban Damollarjim uni ko'rab qilib kelib Nimishqa o'rislar deb to'xtatib, uni ikki qiz bir nasihat qildi ekan a kishiga, gilam o'g'risiga. Gilam o'g'risi mechitning eng ixlosmand adamiga bo'lib qolibdi. Endi ismini chiqarsa bo'lmaydi-ku uni. Eng ixlosmand yaxshi adamdan bo'lib qolibdi-cha. Ajda bir taraf. Yana biri bu Matqurban Damollarjim bunda nimaninki insonlarninki ahli ilmlarning ahvoli qarab, birisi o'zininki turmush ishi bilan qilib o'qitanmagan bo'lsa, darhol unga maosh hal qilib, maosh berib o'qitgan. Muhammad Tursunajim degan bir odam, Tursunaxun degan odam, bu aerodrom mahallasidagi odam ekan. U odam kooperatsiyaning vaqtida eshak topshirdi, 15 eshakni sen saqlaysan deb. Bu 15 eshakni boshqa birisi suiqasd qilib 15 eshak bir kunda ulab qo'yibdi. Ulab qolgan har bir eshakka bir yildan uy kesib deb 15 yillik uy kesibdi odamga. 15 yil uyni kesib 15 yil yetib chiqqacha uning ayoli kutib turibdi. Bunda vafodor ayol ekanda, erini kutib turibdi. Shu chiqqandan keyin qayta o'yinibdi. Shu ahvolni
Matqurban damallardan uqib, o adamni chaqirib, siz endi ilmingiz bor adam ekansiz, siz o'qiting, siz ma turmushingizni g'amini qilmang, sizning maoshingizni men beray deb, o'zi shu xaritni sizib ayda topgan puldan maosh berib, ayda o'qitib, ayda qilib degancha. Endi hozir bu yerda dinning xizmati qilingchisi chet elda namoyishga chiqsimi avtobus olmagan deyotgan gap endi. Dinning xizmatini qiling desam ham bu yerda pul olmasa qilmayotgan bir ishni qilib turib pul olmasa qilmayotgan mo'ydavlab ketdi-da. Biz xijil bo'lsak o'tib, xijil bo'lsak o'tgan bu ahvoldancha bu. Mushunday pidakar bular sahobaning hayotini yashagan kishilar ekan u. Sahobaning hayotini yashagan. Bu kishi vafot bo'lganmi Rasulullohninki shu yeshida vafot bo'lgan. Ya'ni 32-yili tug'ilib 95-yili vafot bo'lib ekan. Ya'ni aramizda shunday bir sahobalar bor ekan vatanda. Endi biz shu vatandagi ulamalarninki aşağıdaki pidakarlarning biz hech qanday Arabdimi ko'rmadik, Turkdimi ko'rmadik, dunyoda hech qayerda ko'rmadik. Bizda shunday javharlar bor ekan. Lekin biz shu javharlarni qanchalik yo'qotdik o'zimizga, qanchalik alaladik shulardan chamdi. Allah Taala hammamizni ashularning izida menib, ashularninki yo'lini davomlashtirg'ili va ikkinchi umrimizni ashularga o'xshash mukammal darajada yaratgan nasib bo'lsin. Endi qolganini ustozim so'zlasin.